Energiya bu tirik narsa, bu bor narsa. O'tgan safar ham aytdim-ku sizlarga. Mana misol uchun mashinada ketyapsiz, mashinada ketyapsiz, energiyani borligini yana bir bor sizlarga dokazat qilib beraylik. Xo'y, baraka topinglar. Charchab ketdim sizlarga aytavering shu narsani. Mashinada ketyapsiz, qo'lingiz chiqardingiz. Qo'lingizga nima uriladi? Shamol deb o'ylaymiz-a. Qattiq haydasa, qo'lingiz bundoq orqaga ketib qoladi. Agar qo'lingizni mana shunaqasiga ushlab turadigan bo'lsangiz, mana shunaqa ushlab turadigan bo'lsangiz. Agar qo'lingizni mana bunaqa ushlasangiz, mana shunaqasiga, unchalik urilmaydi. Bundoq qilsangiz uriladi. Tasavvur qildingizmi? Qo'lingizga bitta lagan ushlab oling, lagan. Laganni ushlab olib haydading, yoningizda shofyorga gazini bossin, lagansiz qo'lingizdan tushib ketadi. Qo'lingiz sinib ketadi. O'sha laganga nima urilyapti? Qani aytingchi. Siz shamol deb o'ylaysiz. Mayli. Mashinani to'xtatsin-da, shunda tursin. Laganni ushlab, hech nima urilmayapti. Shamol to'xtab qoldimi? Kalla ishlating, ozgina shu yerda. Bu shamol emas, bu energetika. Mana shu energetika sizni laganingizga uriladigan narsa, ko'zga ko'rinmaydigan narsa. Qizlar, mana shu narsani eshitganimda birinchi o'ylanib qoldim, men точно dedim. Shamol bo'ladigan bo'lsa, mashinadan tushsangiz ham ana u haqiqiy shamol. Mashinadan tushsangiz ham pirrildab mana shunaqa sochlaringiz, ko'ylaklaringiz mana shunaqa shamolga ketadi-ku, u shamol. Hech qanaqa shamol bo'lmay turgan paytda mashinaga o'tirib gazini bosgan paytda qo'lingizga uriladigan narsa bu energetika. Mana shu energetikani tozalashimiz kerak. Siz bilan biz.